Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya desene görüzü. Çeyslağı bugün 2022 yıl 9. ayının 26. günü. Vaziyet doğrusu değilsek, bugün keyfiyatım taz yaxşı emas. Tünükündem aldım, bugün keç öpkettik geçirenler. Keyfiyatımdan taz yaxşı bulmağallığı vatandaş hazır bir haber gördüm. Mesela Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Daimi Komitesi'nin yığınada 10. ayının 6. günüdün 7. günü geçe bir gün 2 gün geçe Rusya'nı ayıplaş kişilik hukuk boyunca Cumhur'unu ayıplaş kişilik hukuk boyunca avaz koyduğun işken 47 devlet oturursa da bugün az sizlerge yetkizgen bir haberimiz var. Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida G'arbga 5-6 davlat birlashib Birleşken Devletler Teşkilatı'na topshirgan Uyg'ur masalasi, kishilik huquq masalasi bo'yicha komitet qurish, tekshirish va yoki harakat qo'llanish degandek mazmunda bu boshqa, lekin avvalgisi xatarlik turamdi nima mening qarashimcha vatandoshim. Hazır bu dünyadaki divanı devletlerle kısallavaş degenlerinin hemmesi Xitayning yanında, Rusya'nın yanında vatandaş. Hazır misal kılıp Fransiya agentler körüstüp koyuptu. Venezuela bilen Kuba, Rusya bilen Cumhur'unu avaz birisi kollaydıqallıqını kızgaptı. Hazır Cumhur'un dellalları Birleşken Devletler Teşkilatı'da hedef harakat qilishga başlaptı. Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqorqi qaror loyihasi, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'na topshirgan qaror loyihasidan boshqa, ya'ni harakat faoliyati bo'lamdi, qandoq buni bilgili bo'lmaydi. Orliq bir hafta. Agar bu qatimqi ovozga qo'yishda Rus bilan Xitoy kishilik huquq masalasi bo'yicha bu qatimqi ovozda tutup aladigan bo'lsa, bundan keyin Rossiyada kishilik huquq, Cumhurda kishilik huquq degan masalani hech kim eg'izga olmaydi ekan vatandosh. Agar bu qatimqi ovoz qo'yishda Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi tutup oladigan ish bo'lsa, vaqtida qanday tadbir qo'llanadi? Bu belki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan uning ittifoqdoshlarining oldidagi ish bo'lishi kerak vatandoshlar. Mushundaq intayin jiddiy payt hozir Fransiya agentligining ko'rsatgani bo'yicha Kuba, Venezuela, Rusya bilan Cumhurni qo'llabdi. Pakiston Islom davlati debdi. Pakiston bu Xinjiang, Uyg'ur bu Cumhurning ichki ishi debdi vatandosh. Yani bir devlet bir fikir ibadet bildiripti, lekin mucmel. Hazır keyfiyatim tazı öçtü. Menen hem de Birleşken Devletler Teşkilatı kurulgandan beri bundaq avaz koyuş tüncü işke vatandaş. Meyede hazır sizlerge sözleydiğen xabarimden birinci mavzusu nime deysiniz vatandaş? Amerika, Angliya qatarlıq bir qancha devlet qaror loyiha o'tirib qo'yib, Kishilik huquq daimiy komitetining Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda kishilik huquq ziyonkashlik qilgan masalalarni munozara qilishni talab qildi. Mavzuli xabar 9. ayning 26. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Ovoz qo'yish 10. ayning 6. 7. kunlari atrofida. Biroq hozir bu masala mushuni ko'tarib chiqqan Amerika Qo'shma Shtatlari buni qachon munozara qilamiz degan vaqtni kelar yil 2. oyga o'rlashtiribdi. Kelar yil 2. oyga degan gap shu yilning 23. yilning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'ini va yoki kishilik huquq komitetining yig'ini ochilganda munozara qo'yish to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari anda bir qancha ittifoqdosh davlatlar birlashib
kararlaya oturup koyuptu. Endima avaz koygandan keyin helikadek natija berdigan yoki Xitoy Rossiya utib oladigan, Amerika G'arb dunyosi buni utirib qo'ydigan eshitgan masala bilan mening kayfiyatim chechildi. Lekin Amerika yana aytib kelar yil 2-oyda buni munozaraga qo'yamiz degan qaror loyihani bu qatim sunibdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq doimiy komitetining yig'iniga beshim ketdi vatandoshim. Lekin sizlarga bugun bu leksiyani avvalman bir yetkazay. Ondan keyin ondan sizlar kuzatib boqinglar, biz yana kuzatib boqamiz. Xudo Uyg'urlarni yerim yo'lda qo'ymas. Xudo Uyg'urlarni bu kunda dunyodan halok bo'lish, dunyodan g'oyib bo'lib ketish yo'li qo'ymas vatandosh. Biz Xudodan kuch tilaymiz, Amerikaga nusrat ato qil Xudo. Kuch ato qil, qo'llaydiganlarni ato qil. Divona davlatlarni ner tutibdi Alloh. $1 $2 sotilgan davlatlarni challibosh, pallabosh deganlarni nereye qo'yib tur Alloh bu qatar. 10-oyning 6-7 kunlari 100 berdigan Birleşken Devletler Teşkilatı'na ovoz qo'yilgan ishga vatandosh.